Buni onasi yo'q. Chinozda avariya sodir qilib, odam o'limiga sabab bo'lgan yo'l-patrul xizmati xodimi ozodlikdan mahrum qilindi. Kunduz tanishgan sud hujjatlariga ko'ra, avariya 2025-yil 12-avgust kuni tongda sodir bo'lgan. GAI xodimi Davron Yo'ldoshev Cobalt mashinasida yo'lning qarama-qarshi yo'nalishiga chiqib ketib, Gentra bilan to'qnashgan. Gentra mashinasi Toshkent shahrida yashovchi Fayzulla Ubaydullayev boshqaruvida bo'lgan. U o'sha kuni turmush o'rtog'i va 3 nafar farzandi bilan sayohat qilish uchun Samarqand shahriga yo'lga chiqqandi. Avariya oqibatida Gentra haydovchisi Fayzulla Ubaydullayev vafot etgan. Shuningdek, uning 2 qizi hamda turmush o'rtog'i ham tan jarohati olgan. 35 yoshli Davron Yo'ldoshev sudda aybiga iqror bo'lib, o'sha kuni ertalabki yo'riqnomaga yetib borish uchun shoshganini aytgan. Sud hukmi bilan unga 3 yil mashina boshqarish huquqidan mahrum qilgan holda 7 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jazoni manzil koloniyada o'tash belgilandi. Apellyatsiya sudi hukmni o'zgartirishsiz qoldirdi.